sayayım, olamam şahidim, aşık sayayım, kalbimi vazgeçtim, aşık sayayım. Taşlarımı sarıyıka uyabdım aklarsan Soğuşasıdan mülayim harabdım aklarsan Kara kızlı sanam can özün yaxşı bilərsən Ütsümdə giderdim sırabdım aklarsan Kıtsımda giderdim sıramını aklarsan Sizge söz bulamdım aklarsan Zimnide meningdik inandım aklarsan Her o kızlı sanam can özün yaxşı bilərsən Hayganda tamar mükemmel sıramdım aklarsan
دردی بیقرار بیمارم برمانی Mana ke xushro'y qaragin. Odam o'y siya xushro'y qaraymaydi, onami? Ha? Odam o'y siya xushro'y qaraymaydi, onami? Ha, ama xushro'y qaraygan ekan. Oya kolayanda yanında çekeydik. Ne karamak testi. Betul kan nanti. Rasa kira-kira kok. Kasih orang lah kok kira-kira. Dari jauh ke bawah boleh. Oleh kalau sana yang sana hal. Urep, amne naskara bror. Raymo. Amne de bacha ju se televizyon se Manchester. Over. Dom lam kar dom. Video kan. Lama, sampai
Şeker qo'shiqlaringiz uchun sizga tasannolar aytamiz. Mana raqqosa bobimizning raqslarini tomosha qildik. Xalqimiz mamnun, sizlar raqslaringizda sizlarga tasannolar aytamiz. Davraxil nomli to'ychilar nomidan sizlarga kuch-qudrat tilaymiz. Mana shu xonadonda bugun tong otguncha o'zlaringiz raqslaringiz bilan, o'zlaringiz qo'shiqlaringiz bilan, ajoyib musiqalar bilan xizmat qilasizlarga umiddamiz. Do'st deb atab yurgan kishing, bilgaymisan jon do'stimi? Yo boshingga savlati toj bo'lganda ul shon do'stimi? Beg'araz mehringga ul, bergaymi beg'araz mehrin, yo sen tufayli manfaat ko'rmoqqa imkon do'stimi? Lozim ersa ko'ksini aylagaymi qalqon sanga,
yo sening shaxsingdagi shaxsga qalqon do'stimi? Voqib o'l, g'aflatda qolma. Gohi ayni imtihon har mahal yoningdami? Yo yaxshi davron do'stimi? Hasayaning qarlik chog'ingda bergay mador, kelsa boshingga quyoshing soyadek on do'stimi? O'lmasa har kimsani ikkinchi men deb o'ylama, do'st bilib olga so'rma, non do'stimi, jon do'stimi? Taraqqat bugun bu xonadonni dasturxon atrofiga jon do'stlar yig'ishgan. Har bir inson, har bir ahli mo'min bu xonadonga qadam ranjida qilar ekan, o'zining dilida ajoyib tilak istaklari bilan, orzulari bilan shu xonadonga, shu mana shu to'y qiladigan farzandlarga yaxshi tilaklar bildiraman degan niyatlar bilan, ulug' niyatlar bilan mana shu xonadonga tashrif buyurganlar. Navbatdagi tabrik so'zini shu qishloqning aziz insonlardan, otaxonlardan biri bo'lgan ajoyib mehnatlari bilan Farzanza qishlog'ining hurmatini qozongan, hozirgi davrin nafaqa davrini surgan ajoyib otaxonimiz Qodirov o'rtoqligidan bir chiroyli tayyorlashda keyin davrani qolgan islomcha. Mana Qodirov. Hurmatli aziz mehmonlar, mezbonlar, xush kelibsizlar. Tumanimizdagi eng qadimiy, eng ko'hna, ammo hamisha navqiron Farzanza qishlog'imizning nazar bobolar xonadoniga. U kishining farzandlarining farzandi, ya'ni nabiralarining sunnat to'ylariga. Mana shu yoshlarga doimo baxt va saodat, porloq kelajak, sihat va salomatlik, tinchlik va omonlik hamda umr boqiylik yor bo'lishga tilakdoshman. Hozir aziz do'stlar, mana shu yoshlarning sunnat to'ylariga qatnashib turibmiz. Allohim mana shu davra ahlining barchalarimizni mana shu yoshlarning baxt, nikoh to'ylariga yetkazishga tilakdoshman. Mana shunday quvonchli kunlar, xursandchilik kunlari, murod kunlari, baxt kunlari shu davra ahlining hammalaringizning xonadoningizga yaratgan egam nasibi ro'zil egamizning. E'tiboringizga rahmat. Yana aziz mehmonlar, xush kelibsizlar deymiz qishlog'imizga. Rahmat o'rta bobo, o'rta aka. Katta rahmat, suhbanlaringizga sizga sog'lik, salomatlik o'tirmang, ketmang. Uzoq umr tilaymiz. Xonadoningizda mana shunday yaxshi kunlar bo'lsin, farzandlar, navaralar to'y bo'lsin. Mana shu biza kamina va ruxsatda bo'laylik. Salomat bo'ling. Yaxshi tilaklar uchun. Aziz ahli, mana bu yana bir ajoyib mehmonimiz, tuman aloqa bo'limining boshlig'i Xo'jayev degan aziz inson mehmon bo'lib o'tiribdilar. Shu ulug' insondan shu xonadonda shu kaylarchalar chiroyli tilasa barabar Xo'jayev. Barabar. Assalomu alaykum, hurmatli davra qatnashchilari, mehmonlar. To'ylar bilan tabriklayman. Jumladan bobomizni bugungi kunga yaxshi kunlar ekan. Bu kishi xalq ichida ancha xizmat qilib, o'zlarining mehnatlari bilan bir obro' topib kelgan odam. Sohamizda ishlaganda xalqni xizmatini qilishdan bir yaxshi baxt hech qachon bo'lmasa kerak. Shuning uchun men o'zim nomidan, oilamiz a'zolari nomidan, qolaversa tumanimizdagi boshqa xodimlar nomidan shu yurakdan tabriklayman bugungi to'ylari bilan. Shu kishi yuzga kirganda ham mana shunaqa nevara, chevaralarni to'yi bilan charchamasinlar, xonadonga bosh bo'lsinlar. Topgan tutganlari ham shunaqa to'kin dasturxon yaxshi kunlarga to'ylarga ketsin. Biz korxonamiz nomidan Rahmat. Akajon, ajoyib tilak istagingiz uchun sizga sog'lik, salomatlik, uzoq umr tilayman. Xonadoningizga baxt, omad tilayman. Mana shunday xonadonda yaxshi kunlar, farzandlar to'y bo'lsin. Mana shular bor xizmatda doimo bo'lsinlar. Hamisha salomat bo'ling. Nazar bobo, to'ylar muborak bo'lsin. Farzandlaringizni, navaralaringizni to'y muborak bo'lsin. Sarpolar muborak bo'lsin.
uzoq umr ko'ring. Mana shu farzandlarning boshiga, nevaralaringiz boshiga doimo omon bo'ling. Shularning yaxshi kunlarida doimo bosh bo'ling. Qo'llarda asa keksalar, dillarda ziyo keksalar, dillarda duo keksalar hamisha omon bo'lsin. Ulug' keksalar shu xonadonda doimo yaxshi kunlarda farzandlar bosh bo'lib, shularni yaxshi kunlarda doimo mana shunday ajoyib kunlarni ko'rib uzoq umr ko'rib yashang. Doimo sog' bo'ling. Muborak bo'lsin to'ylar. Azizlarni yana bir ajoyib tarixiy shaxs eski Dinobod jamoa xo'jaligini Haydarobod, hozirgi Haydarobod jamoa xo'jaligini davom ettirayotgan o'zining mehnati bilan, o'zining xirmon aqotinlari bilan, tillari bilan xalqqa boyitgan, xalqni yuragidan joy olgan tarixiy shaxs Jumazoir deb nom olgan eski mana jamoa xo'jaligining raisi Jumaka Zoirov, davramizda aziz mehmon, shu ulug' insondan, shu ulug' tadbirkor akamizdan shu xonadon haqida chiroyli qilib esakda shuni davrani qolgan qismida bo'lsin. Marhamat. Zoir Jumaka. Assalomu alaykum. Nazar bobo, assalomu alaykum. Aziz insonlar. Bugun Nazar bobo xonadonida mana bu yerda uchta o'g'li. Shohjon kattasi bo'lsa kerak, Bahorjon, Nurlojonlar farzandlarini sunnat o'qiyapti. Men avvalambor Nazar bobo sizni mana shu chiroyli o'g'illaringiz, jajji nabirachalaringizni sunnat to'ylari, xursandchilik bayram kunlari bilan tabriklayman. Birodarlar, Nazar bobo hamma biladi. Bizlar shu har bir xonadonga, har bir darvozaga shu kirib, chiqib xonadonlarni, pensionerlarni pensiyaga o'sha zamonda shundaydan, hozir shunday bo'lsa kerak lekin o'sha zamonni bilaman. Ko'p mehnat qilgan inson hozirlar berdi aloqa bo'lmoqda. Yaxshimiz juda bir yaxshi niyatlar bilan shu gaplarni tabriklashib, men tabriklayman. Mana bizda eng yaxshi o'g'illari Shohjon birga ishlayapmiz. Yaxshi mehnat zarbat. Endi hozir xo'jaligimiz tarqalib fermerlarga yerlar bo'lib berildi. Bu qanchalik to'g'ri, bu qanchalik man bu yo'l davlatimizning siyosati, bu kelajagi. Bunga albatta yaxshi bo'lsa kerakki shu ish qilingan. Lekin bu natija juda yaxshi. O'sha fermerlarga bo'lib berilgandan keyin fermerlar keladi mana yonimga traktor bering, eksploatatsiya qilishga taqdirlanman deb kelganda shohimiz kerak. Mana shoh bitta. Fermer 67 ta. Mazaga berib bo'ladi. Men buni bitta misol tariqasida aytyapman. Mana shu shohni o'zini shunday bir haqiqiy mutaxassis, mehnatkash, bir o'zini egasi ekanligini men bu so'zim bilan tasdiqlamoqchiman. Endi hammaga ham xizmat qilish kerak. Yaxshi mexanizator hammaga ham kerak. Lekin shoh mana shu yaxshi mexanizator. Bizani hozir eng peshqadam mexanizatorlarimiz shoh. Eng yaxshi mexanizatorlar. Hozir qarasanglar o'ziga o'xshagan mexanizatorlar hammasi ko'rib. Hammasi ketgan. Ko'rib, mana biz
To'yda bilan birgamizda kelishdi. Bu narsalarni aytishim mana nazar bo'lgan qolgan o'g'illarga bundan ziyod albatta men bilaman chunki yaxshi insonni farzandlari yaxshi bo'ladi, mehnatkash bo'ladi. Savob qo'y mana shu farzandlar sizdan nazar boboga ko'p yillar mana shu sizlar yashanglar. Nazar bobo ko'p yil yashasin, bosh bo'lib nazar bobo bu chiqimliq to'yini ko'rsinlar. Iloyim Xudobondo o'shanga ham biz ishtirok qilaylik. Sen buni nabirasini to'yini qilib, o'shani chimrig'iga ham qo'yib tursin. Ham vaqt sog' bo'linglar, mana shu yigitchalar katta bo'lsin, ulg'aysin. Xalqimizga, qishlog'iga barakali hissa qo'shadigan, mehnat qiladigan go'zal inson bo'ladi. Bu G'azonza qishlog'ida hamma tadbirkor. Hamma mehnatkash. Bitta hammasi aytishi mumkin. Endi eng mana shu og'ir riyog'ini qum bosib kelib, aholi zik joyda ham qumlarni surib mehnat qilishyapti. Qumlar noto'g'rimi yo'q? To'g'rimi? Noto'g'ri gapirsam ham uzr kerak. Mana shu eng og'ir joyda mehnat qilib, mana shu yerda pul berishyapti, sharoit qilyapti, xalqini to'ydiryapti. Ularga hamma vaqt tasanno bo'lsin. Sog' bo'linglar, mana mustaqilligimiz bayrami yaqinlashyapti. Shu bayram bilan hammamizni tabriklaymiz. Mana shu yigitchalarning sog'ligi uchun qator ekan, aka-ukalarning farzandlari qator. Bular birlashib to'y qilish, kelishib, bu ham katta gap. Mana shular sog'ligi uchun Olmiro bobo 50 gram ichamiz. Rahmat. Rahmat Juma aka, juda ajoyib samimiy tilashsiz, sizga sog'lik, salomatlik, oila baxtchilikni katta rivoj tilayman. Juma aka, to'rtlik keldi-da hozir. Oyibdan keldi. Aytadi, paxtadan kelsa boylik, cho'ntakda bo'lsa oylik, shunda bo'ladi to'ylar, yangi qurilgan uylar. Xalqimizni paxtadan kelgan, pullardan kelgan daromadlariga yangi uylar qurilsin. To'ylar bo'lsin. Sizning xonadoningizda mana shu to'ylar bo'lsin. Xalqingiz kamarvasta o'li xizmatda bo'lsin. Hamisha zoir juma bo'lib, abadul abad mana shu xalqni dilida, xalqni tilida bo'ling. Hamisha salomat bo'ling. Sizga uzoq umr, mehnatingizga baraka tilayman. Azizlar rahlar, onalar bir parcha go'sht barkamol inson qilib voyaga yetkazishga ning mashaqqatlar chekadilar. O'g'lim o'ssin, kamolga to'lsin. Mana shularni boshlariga salla bog'lab, eginlarga zar turlar kiygizay. Mana bellarga mahkam kelib baquvvat bo'lsin, belbog'lar bog'lay deb zar to'nlar, zar belbog'lar tikib, zar do'ppilar tikib, farzandlarni xalqni oldida kiydirib, mana shunday ko'z qilib, bugun sarpo marosimlari o'tkazdilar. Azizlar, uchala otaga ham, uchala onaga ham, uchala xudo bobo, xudo uyiga, buvilarga, bobolariga, amakilariga, tog'alariga, akalariga, amakilar, hamma og'aynilariga mana shunday sarpo marosimlari muborak bo'lsin deyman. Mana shu kunga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Allohdan yetmagan ulug' insonlarga, shukrlarga yetishni Allohdan tilaymiz. Hamisha xalqimiz farzandlarini to'yda mana shunday baralla jarayonda ovozlari chiqarib, musiqalar yanglasin. Hamisha xonadonda to'ylar bo'lsin. Topgan daromadlar evaziga yaxshi kunlar bo'lsin. Xalqimiz boshiga ham andiq tushmasin. Muborak bo'lsin to'ylar. Sarpolar muborak bo'lsin. Are you sure? Tuk. What? What? Hey, don't show she. What? Tuk. Boy ergash. Qudratli Rifat bobo Xudoimiz bergan. Turab aka. 3. Marhamat, davraga siz taklif qilamiz. Which one? 4. Marhamat. Shahobjon. To'ylar muborak bo'lsin. Nurillajon sizga, Vahob aka, sizga to'ylar muborak bo'lsin. Shu farzandlarni faqat yaxshi kunlarini, vaqtida kamolini ko'ring. O'sib ulg'aysin. Davlatimizga, jamiyatimizga, birinchi galda sizlarga xizmat qiladigan ajoyib pahlavon alp-qomat yigitlar bo'lsin. Azizlar ahli, har bir xonadonda farzand tug'iladi, qiz, o'g'il, baribir to'y bo'ladi. Lekin o'g'il bolani to'y 2 marta bo'ladi. Qiz bolani 1 marta ishbiroqqa chiqaradi.
o'g'il bolan to'yi ikki marta. Birinchi to'yi mana shu sunnat to'yisi, xatnat to'yisi. Ikkinchi to'yi bo'yi cho'ziladi, ovozi do'rillaydi. Mo'ylovi soyaga o'sgan maysaga o'xshab sabza uradi. Gapga quloq solmaydi. Oynaga qarab sochini chapga tarab, do'ng'illab uydan chiqib ketadigan davrida ikkinchi to'yi bilan nima? Chimilda to'yi. Nikoh to'yi. Alloh shu qadrchilar nikoh to'ylariga yetsin. Hammaning shu niyatga yetsin. Allohdan tilagim shu. Shu xonadonda, shu Varzonzi qishloqining xonadonlarida hamisha to'y sadolari yangrasin. Nazar bobo. Ulug' inson otaxonsiz. Albatta otalar jannatning eshigi bo'ladi. Agar otani rizo qilsak, demak jannatga ravona bo'lamiz. Onani rizo qilish uchun to'yxo'ga ta'zim qilishimiz kerak. Chunki onalar oyoq ostida jannat. Garchi yosh bo'lsa ham kelinlaringiz, aziz farzandlaringiz, nevaralaringiz onaxonlariga ta'zim qilaman. Muborak bo'lsin. Onaxonlarimiz ko'zlaridan yosh aslo kelmasin. Dillarida g'am bo'lmasin. Hamisha farzandlari, nevaralari baxtli kunlarda, yaxshi kunlarda mana shunday xabar bo'lsa, ular ham xizmat qiladi. Uzoq umr ko'ring. Hamisha boshqosh bo'ling. To'ylar muborak bo'lsin. Mana qarindoshlarimiz birma-bir sar mana to'ychi bolalarga ataganlar, to'shatlar, tog'alar, amakilar, akalar, ukalar, xudolar, barcha machog'inglar. Siz aziz insonlarga, siz ahli mo'minlarga ham Alloh subhanahu va taoladan xonadonlaringda yaxshi kunlar bo'lishini tilab qolaman. Farzandlaringni to'ylarini ko'rishlarini, hamisha xonadonlaringda dasturxon tuzab, xalqqa osh berishlaringni, daromadlaring ko'payishini, hamisha xursandchilik bilan xonadonlaring umrlaring o'tishini Alloh subhanahu va taoladan tilab qolaman. To'ylar yana bir karra muborak bo'lsin. Ey Xudoyim qudratingning shevasi, farzand erur odamzodning mevasi. Bu dunyoda 4-5 farzandingiz bo'lmasa nima kerak? Bu dunyoning hammasi degan. Haqiqatan umrimizning davomchisi, hayotimizning mevasi, kelajagimizning umidimiz, hayotimiz eng qadrli bo'lgan bo'laklari bu bizning dilijigarimizdan chiqqan farzandimizdir. O'g'ilmi, qizmi amon bo'lsin. Hamisha xonadonda osmoni bo'lsin. Ota-onaning xizmatida, bobo-bularning hurmatida bo'lsin. Hamisha xalq uchun, vatan uchun yelib yugursin, xizmat qilsin. Birinchi galda tani sog' bo'lsin. Hamisha mana shu bobolarni soyasida xalqining mana shu xizmatda bo'lgan yigitlar bo'lsin. Yana bir kala to'ylar muborak. Bobojon, nazar bobo, Alloh nazari etgan inson ekansiz. Chehrangizdan nur talat turibdi. Albatta keksa bor xonadonda fayz bor. Salomat kechinglar. Shovjon otalarga yaxshi niyat bilan to'y qilgan ekanlar, mana to'ylarni kezyaptilar. Ota rozi, Xudo rozi deydilar. Shovjon otaning xizmatini qilgan kam bo'lmaydi. Bu hayotda g'am ko'rmaydi. Otani rozi qilsangiz, albatta siz jannatda bo'lasiz. Albatta Allohning panohida bo'lasiz. Xudo bobo, Qudrati Rifat bobo, sizga to'ylar muborak bo'lsin, farzandingizni valar to'ylar. Hamisha sog' bo'ling, ishlaringiz boshida omon bo'ling. Yaxshi kunlarda doimo mana shunday xizmatda bo'ling. Doimo salomat bo'ling. Sizga ham to'ylar muborak bo'lsin. Mana qaynotalariga ham to'y kiygizlar Shovjon, to'ylar muborak bo'lsin. Mana qarindosh urug'lari, do'motlari, mana Nosirjon atakanlar to'shatdilar. Kelinmulla, albatta farzandlaringizga ham shunday kunlar, yaxshi kunlar muborak bo'lsin deymiz. Har bir insonni Alloh shukriga yetkazsin. Har bir inson to'y qilsin. Har bir inson dasturxon qilib osh bersin. Har bir man degan alpomish yigitlarimizni sarvi qomat kelinlarimizni, qizlarimizni qaddini Alloh bukmasin. G'amni ularga ravo ko'rmasin. Ularning xonadonlarida hamisha xursandchilik bo'lsin. Qomatlari tik bo'lib, daromadlari ko'p bo'lib, xonadonlarda hamisha ana shunday to'ylar, yaxshi kunlar bo'laversin.
Bravo. Rahmat, doimo sog' bo'ling. Yaxshi kunlarda biz xizmatda bo'laylik. Alloh nasib qilgan bugun mana xizmatlarimizda o'tiribmiz. Nasib qilsa shu yigitchalarning nikoh to'ylariga ham sal qarigan bo'lsa ham o'zimiz xizmatda qilaylik. Albatta yaxshilik yarqidovlar deydilar. Mana shu yerda o'tirgan har bir insonlarning xonadonida ana shunday yaxshi kunlar bo'lsin. Mana Vahob akamiz ajoyib inson, u kishi o'qituvchi ekanlar. Mana shu kishi o'zlarining qaynotalariga to'lg'izatlar. Muborak bo'lsin Sarfola Xudo bobo. Muborak bo'lsin. Hamma ishlarning yaxshi kunlarda bosh-bosh bo'ling. Doimo sog' bo'ling, taningiz sog' bo'lsin, o'zingiz sog' bo'lsin. Nimaki niyat qilsa Alloh niyatlariga yetsin. Voy yashaylar yana. Aziz davlatlar, aziz onaxonlar, opasingizlar, aka-ukalar, do'stlar, birodarlar. Albatta, mana shunday ajoyib baxtli yaqqan vaqtda onlarni iltimos qilib, bitta qarsaklarga o'xshaganlar. Hay yashanglar, mana shu qarsak chalgan qo'llar ikki dunyoda dard ko'rmasin. Hamisha mana shunday ochganda baraka yog'ilsin. Xonadonda yaxshi kunlar, yaxshi to'ylar bo'lsin. Farzandlarning kamolini ko'rsin. Hamisha yaxshi niyatlariga yetsin degan Allohdan tilanglar. Bizlar qolamiz. Yana bir kere to'ylar muborak, xudolar, salomat bo'ling. Farzandlarni yaxshi kunlar. Hay bachalar. Shukr deb qo'y. Qalta kishiga to'pa chiqadi. Qani. Mana motor. Turob boboga Sarfoligingizdan rahmat. Turob bobo. Mana Turob bobolar do'motlarni Nurlarjon qizlari bilan yaxshi niyat qilib, otalariga, qaynotalariga to'ylatganlar. Mana to'yni kiygizdilar. Nurlarjon, to'ylar muborak bo'lsin. Farzandsiz to'ylari. Nikoh to'ylariga mana shunday qaynotalaringizga ajoyib to'ylar kiygizib, yaxshi tilak istaklar bildiring. Hamisha farzandsiz kamolini, baxtini ko'ring deyman. Yurtmanmi? Yana bir kere uchala otani, uchala onani, mana shu uchala to'y qiladigan ajoyib akalarimiz, ukalarimizni, ularni umr yo'ldoshlarini, farzandlarini, nevaralarini to'ylari bilan chin qalbimdan tabriklayman. To'ylari muborak bo'lsin deyman. Hamisha boshlaring to'ydan chiqmasin. Farzandlarning yaxshi kunlarini, kamolini, baxtini ko'ring. Navbatda aziz san'atkorlarga beramiz. Ajoyib xonanda, sozanda ukalarimiz Sabrijon. Mana bilasizlar, Kamoliddin va shogirdlari ajoyib ovoz sohibi Sabrijondan chiroyli qo'shiqlar eshitamiz. Nasibaxon, Muhabbatxonlar chiroyli raqslar qilib davra olishni ketdilar. Bulardan ham chiroyli raqslar tomosha etamiz. Man qurboni shirom, ey rezadandon, siz kutubara burdan gazindon, magar gussagiramas qadbalandon, nadadi sar shavam, nadadidan ofarin. Barabar navbat aslan akalar. Para
parastonga ne işin? Ay vaki. Odur, afastıgın. Yamne istoş uğrafı. Hey! Bayroq O'zbekistonga
sizden, haklı olur hem sizden, kürgenden burasından. Gel onunla bir erkene, erkene güne güne. Gel onunla bir erkene, düşmanlar olsun küye. Kına kına düşmanlar olsun küye. Dudağını sayradım, oynancılığı basradım. Dudağını sayradım, oynancılığı basradım. Güler güler düşmanlar altın küye. Dudağını sayradım, oynancılığı basradım. Düşmanlar olsun küye.
Yaşa. Şiray